Salom hammaga. Men bugun buni ochib qo'ydim. Ishdan oldin deb ko'rsatib dedim. Chunki ko'pchilik Timurdan zakaz qilganlar, shikoyat qilganlar ko'p bo'ldi. Men bir oldim. Qani ko'ring, nima qilgan bu Timur. O'zimga shaq oldim. Undan shuni ochib qo'ygan ekan. Ko'ring, qanday qilgan bu. Mana. Mana qilgan shapka. Keyingisi shu bu anaqa vannaga oldim buni. Vannaga oldim. Tapchikasi ham bor dedi shuning uchun. Tapchikasi ham bor dedi. Ko'ramiz qanaqa. Ishqilib buni ochim kattaman. Shunaqa bu vannani yildi. Zo'rmat dedi. Shu. Agorodimga, gullarimga, polizlarimga, pomidorlarim bor, boshqa narsalar, daraxtlarim chiqib. Bularni ham keyin ko'rsataman. Bu nimadir oldim. Tovonimga tegiganmi? Ay ko'ring shu. Tovonimga tegigan. Asalari lekin ko'zim tegi. Qani. Shunaqa narsa oldim. Ay kichkina. Ekan bu. Voy hidi shirin ekan. Qani, mana yaltiradi lekin. Voy shirin hidi bor ekan. Limonmi? Limon hidi kelyapti. Ko'ramiz. O'zimcha oldim deyish qilib. Bu nima? Shu bu banka yopishimga yozib qo'yaman. Bankada sotib oldim deb murabbo keyin ikralar qilaman deb oldim shuni. Bundan keyin pichoq bo'lib keling, pichoq. Zo'r qilib videoga olmagan ekanman. Boshqatdan olaman. Olmasdan o'tirgan ekanman videoga. Hammasini ochib tashlaganman. Qarasam videoga olmagan. Ish qilib mana buni oldim, buni ko'rsatdim, ish qilib videoga olmagan ekanman. Ko'ylakka moslashtirib kiyish kerak. Keyin buni oldim. Bu oyimning sochlariga. Odamlar esa o'tib qilgan ekan. Qani ko'ramiz, sinash uchun oldim. Oldim bir hozir aytaman 16 funt, $20 edi o'sha payt olganimda. Oyim ro'mol o'rasam sochimdan chiqib ketyapti, bo'lmabdi uning dudili. Buni Timurdan oldim deb biladi. Odamlar esa maqtabdi, rangi chiqib ketmas ekan deb. Ko'ramiz qanaqa sochda qanaqa turadi. Jigaring shokoladniy tsvetidan oldim, ikkita oldim. O'tsi yaxshiligi uchun. Men ishlatsalar ertanlab olaman. Bu gullarimga, ildizlarga. Bu o'zimizniki. Evet, bunaqasidan ham oldim. Bu patch, ko'zdagi patch. Odamlar maqtagan oldim. Mingta. Bu ana, tovoni tegi, badan, oyoq, shunaqaligina. Busi ko'p ekan buncha, anaqa. Boshqatdan olmaman deb bu videoni. Mana qaranglar qancha mashincha. Mashincha, manikyurim yo'q meni. Bu shunaqa gaplar. Bunaqa. Bu anaqa gap. Men buni shisha deb o'yladim. Bu plastmassa ekan. Mana. Dekorasiya chiroyli turadi. Bunday yopishtirib qo'yman-da, rakvinamga. Suvni qo'yman, suvda oqib turadi. Ham chiroyli, dekorativniy rakushkali. Shunaqa. Buni oldim, buni shishaga o'xshaydi, lekin bu shisha emas, plastmassaviy. Qaranglar, bittasi losyonga, qo'liga, sovunga. Ikkalasini bana ham qo'yib qo'yman. Shunaqa. Bu ro'molimga. Uzun bo'lib turadi-yu, kamarga o'xshamay tiqib qoladi. Udobniy turadi. Hamma joyga osilib qolmaydi. Bu kley, bu joylarga yopishtirib qo'yasizlar. Bu padar porashimga oldim. Bunisi chiroyli qaranglar. Shunaqa. Keyin bu anaqa ekan bu hozir gullarimga hozir aytaman ildizlarga baquvvat qilish uchun. Tak, bu nima edi? Ochamiz. Nima edi bu? Esimdan chiqib qoldi. Nimalar olganim esimda yo'q. Qani, xudo, o'zich. Voy, xudo, bu katta ekani bu. Ana, men qo'limda taqib. Ana, bo'ldi. Milliarderman. Ana, milliarder. Nimaga bo'lmaydi bu? Katta. O'zimcha oldim. Nima ko'rsatishni bosib qo'yshaman. Tak, men katta mini narsalar qoldim, kichkinalarni qilib oldim-da. Ammo dumomalikni ko'rsata olmadim. Olib yotdimmi? Bu anaqa kiyib olishga, boshga. Endi keyingisi. Bu nima edi? Ekan bu. Unda videomda qo'ying, voy xudo. Mana. Professional emas lekin. Tak, mana. Sekin o'rganib olamiz. Mana buni nima deysizmi? Yo'q, men vannaga tomonman. Shu, ha. Bu-chi anaqa. Bu nima ekan? Yopishtirib qo'ydigani bu. Qani unisi? Bitta donami, ikkinchisi qani uni? Yo'q, o'zi bitta ekan-da. Tak, bor-u. Quloq tozalagich, paxta, shularni qilasizlar-da, yopishtirib qo'yasizlar. To'g'rilga fuk. Mana, bunday qilib yopishtirib qo'ysa chiroyli turadi. Mana, aniq. Bor-u, shunaqa narsalar. Essentialda. Shunaqa, endi qanday yopiladi bu? Yopilmayapti-yu. Timurga endi. Zato bular hammasi arzon-da. Bo'lmasa keldi, hozir aytaman. 3 kundami? 2 kundami keldi. 3-4 kunda keldi. Shu mana. Shundan tiqib qo'yibdi. Ana, mana. Keyin qalin kley bor edi.
Mana shu. Mana klient dovolga qilasizlar, bundan yopishtirib qo'yasizlar. Har gal udobimda ochib narsalarni olaverasizlar. Uni paxtalar bor, makiyaj tozalaydiganlar. Keyin shunaqa. Qilmasini bosib qo'yamiz. Mana shunaqa. Bu ketdi, keyingisi. Bu nima edi? Kameram tushib ketdi, uzrlar bo'lsin. Nima edi? Manimcha bu ham vannaga oldim. Shunaqa vannaga ekan. Mana shunaqa oldim vannaga. Tak, mana qo'yiladi. Mana yopishtiradigan davoga. Bilasizmi, Timon? Mana ekonomichniy. Yomon emas, mana Timonani o'qilishyapti. To'xta, mana buncha xunuk. Mana buni yo chiqarmikan? Xira. Chiqarmikan bu? Shu. Mana. Chiqarkan. Buncha deb turdim hozir. Chiqarkan. Qani bo'ldimi? Bu yoq chiqmaydimi? Buncha xunuk. Xira-de. Anaqadan rasmlarda yaltirab turadi-de. O'rganinglar-da. Ayo, mana. Shu. Hozir ana qilmoqchi edim. Nima bo'ldi? Bo'ldi, mana yaltirab. Yomon emas-ku, Timon, shu Timon. Yopishtiradiganlari bor. Dovolinglar, kafellar ham yomon bo'lib qolmaydi, to'g'risi. Qattiq ushlab turadi. Keyingisi. Solib qo'ying. Olib ketaman ishga. Keyin dam olish kunim bilan hammasini joylab chiqaman. Keyingisi. Nima? Bu nima edi? Nima deb nima edi? Nima edi bu? Mana qaranglar. Bilasizlarmi nima bu? Bu anaqa stolimni nakrivat qilganimda sizlarga ko'rsataman. Bu anaqa. Shag'am. Mana qaranglar. Shag'am. Chiroyli? Mana shunaqa birovlar zakaz qilishi bilmaydiganlarga shuni zakaz qilib bersam bo'lar ekan. Mana bunaqaga ustaman. Bittalar teshirib olaman. Ana dam oluvdim-da, dam olish kuni shunaqa olib tashladim. Mashina solib. Shunaqa qilib, qayo. Qo'yaman. Stolimni nakrivat qilib, bungacha bu rangga moslab, tarelkalar, sochiqchalarimni, qanaqa qilib yasatganlarimni ko'rsataman hali. Shunaqa. Keyingisi, bu menimcha oxirgisi boshqa yo'q. Oxirgisi. Ishga ketaman. Bu nima ekan? Ikkinchisi. Okey. To'g'ri ekan mana. Bir xil bu ham. Bir xil. Mana. Xuddi shundan. Shunaqa gaplar. Hidi yo'qmikan? Ko'rish. Hidi chiqmadi. Mana hid bo'lmaydi bularda. Mana qaranglar. Mana hozir qo'yib ko'rsatayım mana. Anaqam bor. Chiroyli. Zo'r. Menda manikyur degan narsalar yo'q. Men manikyurim yo'q. Uzr. Mana shunaqa. Bo'ldi. Xayr. Shuni bir bo'lishdim sizlar bilan. До свидания. Mana bardaklar. Bardagistani.